Assalomu alaykum. Sirojiddin va Mahliyo yana birgalikda. So'nggi yillarda yurtimizda ijtimoiy himoya sohasi sezilarli darajada rivojlanib bormoqda. Biz bugun sizlarni 3 ta asosiy ijtimoiy himoya manzillari bilan tanishtiramiz. Birinchisi Shayxontohur tumani Yangi Komolon mahalla fuqarolar yig'ini. Nega aynan mahalla fuqarolar yig'ini? Chunki Sirojiddin bu yerda fuqarolarga yordam beruvchi ijtimoiy xodim faoliyat yuritadi. Ketdik. Kel Sirojiddin, taqillatib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ijtimoiy xodim sifatida vazifalaringiz nimadan iborat? Bizga bu juda ham qiziq. Assalomu alaykum. Meni ijtimoiy xodim sifatida vazifam bu mahallada aholini ijtimoiy xizmatlar to'g'risidagi, ijtimoiy yordamlar to'g'risidagi xabardorligini oshirish. Shuningdek, bizda 12 ta toifa mavjud. Ushbu 12 ta toifa bilan kompleks yondashgan holda ijtimoiy xizmatlar bilan ishlash. Deylik, biz Sirojiddin bilan mana shu mahallada istiqomat qilamiz va agar biror masala yuzasidan sizga ishimiz tushsa, buni tartibi qanday bo'ladi? Buni hal qilish tartibi. Sizni muammongizdan kelib chiqib yordam ko'rsatamiz. Agar sizni muammongiz ijtimoiy sohaga oid bo'lsa, ya'ni ijtimoiy muammo bo'ladigan bo'lsa, buni men bu yoqda platformamiz orqali, bizning bazamiz orqali arizalar shakllantirib, uni inson markaziga bevosita yo'naltiraman. Buni inson markazimizdagi faoliyat yuritayotgan sho'balarimiz ko'rib chiqishib, tegishli tartibda muammoni hal qilishadi. Ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. Faoliyatingizda omad tilaymiz. Inson markazi degan joyga ham boramizmi? Albatta boramiz. Ketdik. Rahmat. Bizda ikkinchi manzil. Ijtimoiy himoya milliy agentligi Toshkent shahar Shayxontohur tumani inson ijtimoiy xizmatlar markazidamiz va biz markazni to'liq tartibda qanday ishlashini birgalikda o'rganib chiqamiz. Ketdik Sirojiddin. Ketdik. Sirojiddin, seningcha bu yo'lakcha nima uchun? Ko'zi ojiz fuqarolar yo'lakchasi. To'ppa-to'g'ri. Markazga kirganingizdan so'ng sizni mana bunday qurilma kutib oladi va siz bu yerdan o'zingizga kerakli tilni tanlaysiz. Masalan, o'zbek tili. Ushbu menyudan o'zingizga kerakli menyuni tanlaysiz. Va talonni olib, operator tomon yo'l olasiz. Ketdik. Operatorga murojaat qilganingizdan so'ng sizning muammongiz o'sha vaqtning o'zida hal qilinishi mumkin yoki mutaxassisga yo'naltirilishi mumkin yoki bo'lmasa ma'lum vaqt davomida o'rganib chiqilishi mumkin. Demak, Sirojiddin qara, bu huquqiy masalalarda ekspert maslahatchisining xonasi ekan. Bu esa bolalar psixologi xonasi ekan. Vau! O'yinchoqlar ham bor ekan. Shuningdek, bu yerda kattalar uchun ham psixolog xizmati bor va tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi ham mavjud. Bu esa Sirojiddin nogironlar yoki bo'lmasam arabachada harakatlanadiganlar uchun maxsus lift. Bu esa imkoniyati cheklanganlar uchun maxsus tutqichlar. To'ppa-to'g'ri Sirojiddin. Ketdik. Sirojiddin, bu yer bolalarni ijtimoiy himoya qilish sho'basi hisoblanadi. Mahliyo opa, bu yerga bolalar ham murojaat qilishi mumkinmi? Albatta. Hozir kirganimizda operatorlarni ko'rding-ku? Ana shu operatorlarga murojaat qilsang, ular senga yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Ketdik. Bu yer esa nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlash sho'basi. Eslatib o'tamiz, Sirojiddin, siz sho'balarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qila olmaysiz. Operatorlar sizlarga tegishli tartibda yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Shuningdek, bu yerda mahallada ijtimoiy xizmatni tashkil etish sho'basi, ijtimoiy to'lovlar sho'basi, katta yoshdagilar va og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilalar bilan ishlash sho'balari mavjud. Mahliyo opa, endi qayerga boramiz? Borganda ko'rasan. Buni esa o'zim bilan olaman. Ketdik. Va nihoyat Sirojiddin, biz 3-manzildamiz. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi. Ushbu agentlik yurtimizdagi ijtimoiy himoya tizimini to'liq tartibga soladi va nazorat qiladi.
Ijtimoiy himoya milliy agentligi qisqa vaqt ichida aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ko'plab manzilli yordam va reabilitatsiya loyihalarini amalga oshirdi. Shuningdek, agentlik media yo'nalishida ham faol bo'lib, nogironligi bo'lgan shaxslar, bolalar himoyasi va ijtimoiy adolat mavzularidagi ta'sirchan videoroliklari bilan keng jamoatchilik e'tiborini qozondi. Agentlik faoliyatini kuzatib, ularning ishlari qanchalik xayrli va murakkab ekanligiga yana bir bor amin bo'ldik. Ijtimoiy himoya xodimlariga kuch-quvvat va omadlar tilab qolamiz. Yurtimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar davlat tomonidan himoya qilinadi. Sirojiddin, senga hammasi tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldi. Unday bo'lsa, keyingi manzillarda ko'rishguncha, Xayr!